Boshlaymiz. 1 2 3. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan ikkita bahaybat mashinalarimizni, bolalar mashinasini bir-biri bilan gazini bosib turib solishtirib ko'ramiz. Bir-biri bilan urushtiramiz. Qaysi birining kuchi kuchliroq ekanligini video orqali sizlar bilan bilib olamiz. Demak, birinchisi bu 960 Jeep deyiladi, kodi 960. Ikkinchisi bo'lsa Toyota Rugged deb nomlanadigan mashinalarimiz. Mashinani bir-biri bilan solishtirishdan oldin xususiyatlarini, ikkalasi tegishli bo'lgan xususiyatlarini to'liq tushuntirib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib, kommentariyada o'zingizlarning ijobiy fikrlarini bildirib qolinglar. Mashinalarning narxlarini ham aytib o'tamiz. Demak, boshladik. Demak, birinchi mashinamiz bu Toyota Rugged X deb nomlangan mashina. Ko'rinishi juda ham bahaybat, derski bo'lib ko'rinadi. Xo'p, birinchi xususiyatlaridan biri bu oldi kapoti ochiladi. Ko'rishingiz mumkin. Ichi katta, ichiga farzandlaringizlar o'zi xohlagan narsasini solib qo'ysa bo'ladi. Juda ham katta kapotga ega. Balonlari bo'lsa rezina balon bo'ladi. Har bitta balonda Toyota'ning o'zini maxsus emblemasi bor va 4 ta balonda katta motor bor. Juda ham zo'r tortadi. Mashinamiz 24 volt, juda ham katta kuchga ega. Akkumulyator quvvati ham kuchli. Undan tashqari bo'lsa, bunda plansheti ham bor, sensorli plansheti. Xo'p, mashinamizni orqasiga keladigan bo'lsak, orqalari svetlari qizil, sariq, alohida yonadi, ikkita tarafidan yonadi va bagajni ham ochilish xususiyati bor. Orqaga ham farzandlaringlar narsasini solib qo'ysa bo'ladi. Jiyanimiz 5 yoshda. Oldiga yana bitta odam bemalol o'tiradi. Eko kojali ikkita sideniyasi bor va 4 ta balonni tortishini aytib o'tdik. Buni hozir toshdan ustidan ham yurib ko'rishini sinab ko'ramiz. Oldilariga keladigan bo'lsak, oldilari sveti demak va undan tashqari asosiy farasi ham bor. Ikkita tarafdan faralar yonadi. Bu bo'lsa vid uchun qilingan, teyda shatakka oladigan ikkita plastmassasi ham bor. Va bu 95-100 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarib. Mashinamizning yana bir xususiyatlaridan biri bu amortizator orqa balonlarda bor. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Orqaga amortizator yurgan paytda mashina toshli yo'llardan yurgan paytda amortizator sistemasi ishlab ketadi. Mashinamiz yana bir xususiyatlaridan bittasi bu 2 ko'paytiruv 2, 4 ko'paytiruv 4 deb yozilgan. Bu ikkita oldi balon tortadi. To'g'ri qo'ysak 4 ta balonni tortadi degani. Xo'p, oldinga orqaga yuradigan sistemasi bu yerda joylashgan. Demak, D oldinga yuradi, parkovka va R orqaga yuradi. Mashinamiz bo'lsa kalit orqali buriladi. Mana hozir o'chuv holatda turibdi, mashinani o'chirib qo'ydik. Kalitni agar bir marta buriydigan bo'lsak, mashinamiz o'zi yonadi, faqatgina faralari yonmaydi. Mana ovozini eshitasiz. Ekran yonadi. Svetlar yonmaydi. Svetlar yonish uchun bo'lsa, buni yana bitta burash kerak bo'ladi. Mana orqa svetlari ham yonadi. Boshqatdan yonadi mashina. Rulga keladigan bo'lsak, rulda signali bor. Ko'rishingiz mumkin. Va mashinani xususiyati bu orqali bilinib turadi. Demak, birinchisini bossak, bu mashina o'zi haqida ma'lumot beradi. To'liq quvvatga ega hozir mashinamiz. Asosiy joyga chiqamiz. Bundan tashqari radio bor, MP3 bor, videoni fleshka orqali qo'ysa bo'ladi, o'yinlarni va nastroyka xizmati bor. Bu yerda ham mashinani quvvati qanchaligi ko'rsatib turibdi. Bu 24 voltli mashinamiz juda ham bahaybat. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarimiz 99 kodi bilan 810 77 47. Endi biz sizlar bilan keyingi mashinaga o'tamiz. Mashinamizga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz ham 2 sidenali, faqat ikkita sidenasi bunda qo'shilib ketgan bo'ladi. Ichini ham ko'rishingiz mumkin. Pedal orqali ham, pult orqali ham boshqarsa bo'ladi. Bu mashinamiz bo'lsa, bu tarafda bitta knopkalari bor. O'chirib yoqadigan stop knopkasi, oldinga orqaga yuradigan knopkalari, MP3 knopkalari. Bundan tashqari tashqi qanday rasmi bor. Bu mashina sekinroq yuradi degani.
Mashinamiz juda ham aqlli qilib chiqarilgan. Orqa amortizatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy amortizatorga ega mashinamiz. Ikki tarafda, orqa tarafda amortizatorlar bor. Balonlar rezina balon, baqat balon bo'ladi. Buni yo'llarini kech payt spoilerlari yonishini ham ko'rdik va undan tashqari mashinamizni hozir joydan ochilganini ham ko'rishingiz mumkin. O'tga ham qo'yadigan joylari juda ham katta. Bola bemalol oyog'ini qo'yib chiqsa bo'ladi mashinaga. Oldlarda kapot ochilganini yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Bu kapotlarimizni mana ichida o'zi narsalar turibdi. Xolasida bo'linglar boshqa narsalar ham solib qo'ysa bo'ladi. Kapot o'ziga yarasha katta kapotga ega. Bu tarafi ham juda ham baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Telefon raqamlarimizni yana bir bor aytib o'tamiz. 99 lik kodi bilan 877 47. Boshlaymiz. 1 2 3 1 2